Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Muhtaram aziz jamoat, Alloh subhanahu va taolo barchalarimizdan qiladigan ibodatlarimizni o'zining huzurida maqbul aylasin. Boshlarimizga qiyomat kunida sarpoya qilib yopsin. Alloh bosib turgan qadamlarimizga bir qadamimizga ajr mukofot bilan mukofotlab, ikkinchi qadamimizni gunohlarimizga kafforat qilsin. Bugungi mavzuimiz oilaga mehr va muhabbat payg'ambarlar sunnatidir degan mavzu bo'lib, oilaga mehr va muhabbat ko'rsatishlikka bizning shariatimiz qattiq qaraydi. Alloh subhanahu va taolo o'zining oyatlarida bizga bayon qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir qancha hadis shariflarda bizga bayon qildilar. Oila shariat islomiyada eng muhim narsalardan. Biz doim esimizdan chiqarmaylikki, biz birinchi bo'lib oilani to'g'ri, poydevorini to'g'ri qo'ysak, jamiyatimiz to'g'ri rivojlanadi. Jamiyatimiz to'g'ri rivojlansa, haqiqiy Allohning shariatiga muvofiq kun ko'rishimizga bizga muyassar bo'ladi. Oila Alloh subhanahu va taolo bizga Rum surasining 21-oyatida astagfirullah va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan va rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun dedi. Allohning oyat mo'jizalaridandir. Ya'ni buni hech kim inkor qila olmaydi, biron bir kishi bu mo'jizani keltira olmaydi. Allohning oyat mo'jizalaridandir. Sizlarga o'zlaringizdan juft halolni qilib qo'yishligi, sizlar bu juft halolga sakinat hosil qilishlaring uchun. Alloh bizga ayollarni juft halol qilib berdi, sakinat, orom olishing uchun. Haqiqatda mana Odam alayhisalomdan oxirgi odamgacha erkak kishi ayolga muhtoj, ayol erkakka muhtoj. Alloh subhanahu va taoloning oyat mo'jizalaridan bo'ldi bu. Alloh agar bir-biriga muhtoj qilib qo'ymaganda, bir-biridan orom olmaganda, odamlar uylanmasdan ham o'tardi. Hech qanday bola boqishlikka, oila tashishlikka ruju qilmasdi. Allohning oyat mo'jizalaridan bo'ldi. O'zimizdan bo'ldi yana. Odam alayhisalomning chap qovurg'asidan momo Havvoni Alloh taolo olib yasab o'ziga juft halol qilib berdi. Odam alayhisalom jannatda bir o'zi yurgan paytlarida zerikadilar. Shunda Alloh taolo yengil uyqu tashlaydi. Bir uxlab tursa, yonlarida chiroylik ayol turibdi. Farishtalar so'rashadilar, bu kim dedi. Odam alayhisalom hayyun shay'un dedi. Tirik jonzot dedi. Mana shu tirik jonzot haqiqatda momo Havvo bo'ldi. Havvo u kishi tirik degani. Tirik momomiz bo'ldi, ya'ni katta momomiz bo'ldi. Odam alayhisalom momo Havvo bilan birga turmush qurdilar. Jannatda sakinat, orom hosil qildi. Jannatdan quvib yuborgan paytida yerga tushdi. Odam alayhisalom Hind tog'lariga tushdi. Momo Havvo Makkaga tushdi. 200 yil Odam alayhisalom momo Havvoni izlab o'tib ketdi umrlari. Faraz qiling, baribir odam Allohning mo'jizasidan chiqib keta olmaydi. Baribir o'zining jufti haloliga muhtoj bo'ladi. 200 yil momo Havvoni izladi. Xullas 200 yildan keyin Arafotda bir-birini tanidi, Muzdalifada bir-biri bilan qo'shildi. Xullaski 200 yildan keyin yana er-xotin bo'lishdi. Yana sakinat, yana orom o'z joyiga qaytib keldi. Allohga osiy bo'lganligini Alloh taolo shunday qilib jazoladi. Yana Alloh taolo aytayaptiki, Allohning oyat mo'jizalaridandir. Sizlarning o'zlaringizdan juft halolni yaratdi.
Sizlar unga orom topishliklaringiz uchun va sizlarning o'rtalaringizda do'stlik va rahmatni qildi deydi Alloh taolo. Mavodda do'stlik va rahmatni qildi. Haqiqatda xotinning urushi doka ro'molning qurishi degan o'zbek tilida naql bor. Bular bugun urushadi, ozroqdan keyin yana yarashib ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xotinning o'rtasiga tushmanglar deganlar. Ikki tomon agar tushib bir-biriga janjal qilishsa, ikki tomon bir-biriga dushmanga aylanib qoladi, xotin yana yarashib ketaveradi ko'zini oldida. Allohning oyat mo'jizalaridan bo'ldi bir-biriga muhabbatni solishlik. Muhabbatsiz yasha olmaydi. Kimniki agar xotini o'ziga muhabbatli bo'lmasa, ota-onasini ro'yini qilib yoki xotin tomon boy bo'lsa yoki mansabdor bo'lsa, shularning ro'yini qilib yashashligi mumkin. Ammo ular dunyodan o'tgandan keyin baribir xotini bilan ajrashib ketadi. Mabodo ajrashmaganda ham qiyin holatda yashab o'tadi bu dunyoda. Muhabbat bo'lmasa yashash qiyin. Alloh subhanahu va taolo o'rtalariga muhabbatni ham soldi va rahmatni ham soldi. Agar xotini bilan urib turgan bo'lsa ham, biron joyi og'rib, yiqilib qolsin, xotinini darhol rahmi keladi shunga. Yoki xotinini biron joyi og'rib, yiqilib qolsin, eri so'kib urib turgan paytida darhol rahmi keladi. Alloh subhanahu va taolo bandalar o'rtasiga muhabbat va rahmatni solib qo'ydi. Mawaddatan va rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Albatta, mana shu narsalarda oyat mo'jizalar bordir, fikr qiladigan qavm uchun dedi Alloh. Odam har bir narsani fikrlab ko'rish kerak. Hattoki oilada ham fikrlaydigan kishilar uchun oyat mo'jizalar bor deyapti Alloh. Allohning oyat mo'jizasi butun ufqqa yoyilib ketgan. Ana shu yoyilgan mo'jizalardan biri oila mo'jizasi. Oilani ham hech kim inkor qila olmaydi. Biron bir kishi men o'zim oila qurib yaxshiliklarni yoki yomonliklarni keltiraman deya olmaydi.